Chanel brendini yoqtiradiganlar uchun Chanel kolleksiyasidan tweed materiallarimiz. Juda ham zo'r, ko'ringlar, bular Italiya. 100% bizga ishonsangiz bo'ladi. Stokidan olingan original shu ikkita rangi bor, ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham skromniy, ortiqcha detali yo'q. Buni bizneslaydigan opalarimiz ham bemalol ofislarga ham, to'ylarga ham kiysa bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi. Bizda qanaqa pugutsalar keladi, bularga mos qidirib, topib materiallarni biz sizlar uchun olib kelamiz. Hop, roz yutmachamiz, ko'rsanglar bo'ladi. Qo'yib ko'rsatdik. Mana xolislar bunaqa oq pugutsalarimiz ham bor. Oq nimaga qo'yiladi? Чтобы kiyimni bittada ajraltirib beradi. Hamma narsalar o'ziga mos jensiviy vidda berish mumkin. Biz bularga mos bunaqa zo'r tisomkalar olib kelganmiz. Bular ham imенно Chanellarga qo'yiladigan tisomkalar, asha chiroyli. Bunaqalar. Agar men oq pugutsani qo'ysanglar, agar men bilan asha chiroyli sachsanglar bo'ladi, bunga ham tushiradi. Men pugutsamizni ham bunaqa o'zini oqi bor. Mana juda ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana tisomka bilan qanaqa turibdi. Tavsiya beramiz. Rostigasini Italiyaga kiyman deganlar uchun albatta Mishraxtikanida zo'rlarini topishingiz mumkin. Xuddi shuni mana rangi, bu ham zo'r, холодный. Bunga mos bunaqa mentol golubay pugutsamiz bor endi. Ko'rsanglar bo'ladi. Buni ham qo'ysa bo'ladi. Plus mana ham oqqa ham qo'ysa bo'ladi. Bunaqa glansli, skromli pugutsalarimiz ham bor. Bunga ham bulardan ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Bunga ham xuddi shunaqa bunaqa tisomkalarimiz bor. Xolisanglar jemchujniy tisomkalar, keyin bularga mos jemchujniy pugutsalarimiz ham bor. Bunaqa ne просто kant bor, kantovka deyiladi. Kant qilib chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli. Sizlar uchun biz hammasini bir-biriga sachdan ham moslashtirib olib kelishga harakat qilamiz. Keyin mana narsamiz ham juda ham nejniy narsa. Misol uchun bularga har bittasiga mos o'zini pugutsalari ham topib beramiz. Keyin mana tweetimiz bor, juda ham nejniy, zo'r. Ko'rsanglar bo'ladi. Buni nimaga ko'rsatmoqman? Mana bu narsam bilan sachdan qilsa bo'ladi. Mana buni kostyumiga, yubkasiga qilib, liba ko'ynagiga, liba kostyumiga qilib qilsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqadi. Mana bu полностью ручной работали, как уже ishlangan versiya. Уже ortiqcha detallar kerak emas. Bitta yaxshi bunaqa pugutsa qo'yiladi. Bo'ldi, juda ham chiroyli narsa chiqadi. Bu nimasi zo'r? To'ylarga, naryadniy tug'ilgan kunlarga ham juda ham zo'r. Hammalarni kutamiz. Mishraxtikanini kuzatishda davom etinglar va tweet qidirib yurgan, mana shunaqa zo'r narsalar, detallar bilan qidirib yurgan o'rtog'inglarga, tanishlarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Hammalarni Mishraxtikanida kutamiz.